Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Sizlar uchun yana yangi partiya MacBooklarimizni olib kelib qo'ydik. Holatda idealnisi yoki yangilardan ham bor. Boshladik endi. M2 modelimiz mana MacBook M2 Air 8 ga 512 talik. Buni price narxi bozor uchun, bozordagilar uchun 1050 sotayotgan vaqtda ko'chada 1100 mashina sotilyapti xaridorlar uchun. Bozorchilar uchun 1050 sotilyapti. Sizlar uchun buni 1070 qilib qo'ydik. Yangi, mutlaqo yangi, ochilmagan, hali sikllari 0 turibdi. Ochasizlar, ishlatasizlar. Birinchiga sizlar bo'lasizlar. Bu yangi M2 Air 8 ga 512 talik. Endi aytadigan narsasi sikli 0, anaqasi batareyasi 100 bo'ladi avtomatik ravishda. Keyingi modelimiz MacBook M1 Air modeli. Buni ham holati o'zida ko'rishinglar mumkin. Kam ishlatilganligini dalolat beradi. Salafonlardan kelgan mana. Plyonkalar urib qo'yilgan. Buni ko'ramiz mana. Anaqalar bilan kelibdi. Zaryadkasi yo'q ekan buni va katta ehtimol bilan 99 yoki 100 atrofi bo'ladi bu. M1 Air polni laminat urilgan ekan. Laminat urishlarining ham hojati yo'q. Holati ideal darajada. Umuman chaqa-chuqa, chizilish, qirilish degan narsani o'zi yo'q. M1 Air o'sha silver rangda, ko'pchilik xohlagan silver rangda. Endi buni ko'rib beraman. 8 ga 256 talik ekan. 8 ga 256 M1 Airimiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini joyli qilib qo'yib sizlar uchun $550 qilib qo'yganmiz. $550 ga holati ideal bo'lgan 99 atrofidagi MacBook M1 Airimizni olib ketsanglar bo'ladi. Yana bitta narsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Kanalimiz rivoji uchun, yana ham ko'proq video chiqarishimiz uchun, bizga motivatsiya bo'lishi uchun like, podpiska, komment yozib qo'ysanglar, o'zingizlar savol qiziqtirgan savollar bo'lsa yozib qo'ysanglar, javob berishga harakat qilamiz. Yana bitta narsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham bor. Dastavka qanaqa? Viloyatlararo mutlaqo tekin. Shahar bo'ylab ma'lum bir pulga dastavkamiz bor. Unaqa katta pul emas demoqchimiz. Bemalol xarid bo'ladi, kelishinglar shart emas. Yoki yana variantga so'rashadi ko'pchilik, variantga uzun narsadan limitinglar bo'lsa, o'zi zudpay, uzundan limitinglar bo'lsa, bemalol xarid qilsanglar bo'ladi yoki buni nomeriga telefon qilsanglar yoki Telegramga yozsanglar, batafsil ma'lumotni beramiz. 40% boshlang'ich to'lov berib, bunda to'lovga olsanglar ham bo'ladi. iCloud qo'yilib, обязательно. 6 oygacha muddat to'lovga chiqarib beramiz. Keyingi modelimiz MacBook M2 Air. Rangini ko'rib turibsizlar. Rangi ko'pchilik xohlagan. Mana korobkalari ham bor. Zaryadchiklari обязательно bo'ladi har bittasida. Korobkalari o'ziniki, родной. Hech narsasi alishmagan bularni. Mana. Buni yumkisi 94 ekan. 94. Hos. Xotirasini ham aytamiz. Hos 8 ga 256 talik ekan. 8 ga 256 talik MacBook M2 Air. Rangi o'zi ham neobычный rangda, skromniy rangda bo'lib turibdi. MacBook M2 Air, uning narxi keladigan bo'lsak, narxini $690 qo'yganmiz. $690 ga juda ham shokolad narxda, ya'ni juda ham arzon narxda demoqchiman. Keyingi modelimiz ham M2 modeli. M2 emas, M1 modeli ekan. M2 ekan. Adashib keldim men. Bizda M1 ko'p, shuning uchun adashtirib yubordim. Buni yumkisi 95, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. 95 8 ga 256 talik bu ham. Siklari ham ko'p emas, laminat urilgan, polni holati juda ham ideal darajada. Korobkalari ramni o'ziniki, zaryadchik, kabel original o'ziniki. Almashmagan demoqchimiz. Atchatkalari bor. Hech qanaqa aybi yo'q. Bularga hammasiga 5 oydan garantiyasi bor. 5 oy o'zimizga uyerim holda 5 oy aytamiz. Atak 1 oy yoki 2 oy garantiya berganlari bor yoki 40 kun. 5 oy garantiyasi hammasiniki bor. Bu narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 ga 256 talik 95 yumkisdagi MacBook M2 Air'imizni uni ham narxini $690 qilib qo'yganmiz. $690 juda ham zo'r narx kelib tanlab olib ketsanglar bo'ladi.
Keyingi modelimiz shu MacBook M2 Air bu ham Starlight rangida. Ko'pchilik xohlagan rang, ko'pchilik izlagan rang, ko'pchilikka yoqadigan rang. Uni ham korobkalari bor. Korobka dokument, zaryadchilari bor. 8 ga 256 ta ekan. Bularni yumkisi 96 ekan. 94, 95, 96 ketyapti o'zi. 8 ga 256 ta MacBook M2 Air. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 700 dollar qo'yamiz. 700 ga dastavkalarini qilib beramiz. Agar viloyatda bo'lsanglar, bemalol dastavka qildirib olsanglar bo'ladi. Ko'pchilik bizdan keyin so'rayapti, savol tushyapti. Nega bu MacBooklaringiz arzon, nimadir alishganmi yoki nimadir bo'lganmi, remont bo'lganmi degan savollar tushyapti. Hech qanaqa remont bo'lmagan. Biz birinchi qo'l olib kiramiz. Olib sotamasmiz demoqchiman. Birinchi qo'l olib kirib, Koreyadan olib kirib sotamiz. Shuning uchun bizda narxlar ancha arzon chiqadi. Keyin yana bitta narsa, bu nimaga ishlatsa bo'ladi MacBooklarda, M1 Air, M2 Airlarda nima ishlatsa bo'ladi? SMM ga, Photoshopga bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Trading sohasida ketganlarga bemalol MacBooklar to'g'ri keladi. MacBook M2, M1 Airlar to'g'ri keladi. Yana bitta narsa, dastavkani aytib o'tdik. Manzilimizni aytamiz. Manzil do'konga kelib ko'rib tanlab olib ketaman degan obunachilarimiz uchun, klientlar uchun manzil Malika bozor A5-do'kon, ko'cha tarafida, yo'l tarafida, ya'ni mashina yo'l tarafida Media Market deb katta qilib yozib qo'ygan. O'sha do'konni A5-do'konda topsanglar bo'ladi MacBooklarda. Kirganinglarda chap qo'lda o'zi ko'rinadi. Keyingi mana MacBookimizga o'tadigan bo'lsak, mana M1 Air 99 165 ta sikl. Buni ham rangi o'sha kumush, silver rangda, korobkalari bor, zaryadchi kabellari bor, hamma narsasi qo'shib beriladi. Holati juda ham idealniy, hech qanaqa chaqa-chuqa, qirilish yoki nimadir sarapinasi yo'q. Uni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 580 dollar qilib qo'yganmiz. 580 ga bemalol olib ketsanglar bo'ladi. 99 165 ta sikl. Почти yangi degani, где-то 1,5 oy 2 oylar ishlatilgan bo'ladi. Bu 99, bu ko'rsatkichi 2 oylar ishlatgan bo'ladi. Keyingi MacBookimiz M1 Air bu ham mana ko'rishingiz mumkin. 100% yumks va 15 ta sikl. Bu endi boshqa narsa. Bu juda ham kam ishlatilgan, bir oydan kam ishlatilgan. 100% holati o'zingizlar ko'rib turibsizlar, hech qanaqa sarapina, boshqa narsasi yo'q. Idealniy holatda bo'ladi. Korobkalari ham o'zini kiradnoy, zaryadchi, kabel, hamma narsasi bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini 590 dollar qilib qo'yganmiz. 590 dollarga juda ham zo'r narx, 100% 15 ta siklga, почти yangi degani bu. Yangi MacBook olasizlar, ochasizlar, bu bo'ladi. Buni olasizlar, ishlatasizlar, buligicha qoladi. Shunisida farqi bor. Keyingi MacBookimiz mana MacBook Pro 2019 i9 versiya. i9 protsessor deganim, Core i9. Mana bitta anaqasi bor. Touch. O'zi biladi, o'zi ko'rsatadiganlar. 16 inch bo'ladi bu, diagonali duyumi, ekran duyumi. 2019. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 650 dollar qilib qo'yganmiz. 650 dollarga MacBook Pro 16 diagonalli olib ketsanglar bo'ladi. Shu do'konimizda sizlar kutib qolamiz. 5 oydan garantiyasi bor bularga. Hammasiga dastavka chiqarib beramiz. Viloyatlarga mutlaqo tekin. Yana manzilni eslatib o'taman. Manzil Malika bozor A5-do'kon. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Like bosinglar, podpiska bosib qo'ysanglar, biz kanalimiz rivoji uchun ancha foydali. Sizlar uchun ham arzon narxlarda MacBooklarni ko'rib, kuzatib borasizlar. Tanishinglarga, o'zingizlarga kerak bo'lsa, bemalol tavsiya qila olasizlar. 5 oydan garantiyasi bor hammasiga. Kutib qolamiz do'konimizda.